Başınıza yaman gün gelip durgan bolsa, işleriniz arkaga tartıp durgan bolsa, kısınman. Samimiy bir şekilde aytaman, size Xudayım şunday zor narsa tayyorlab qo'ydi. Bu şundan eldingi beriladi size sinov. Bir yıl men больницада yattım, ayakım yürümün gözüm görmüş. O vaqtında men doktorlar aytganman, meni bir okul bilan öldüringlar, davoyim yo'q, yozib beraman, roziman deb deyapman. Jillimisan deb meni öldürmeyenler. Lekin hozir shu gapimga afsuslanaman aytganim, chunki hozir hayotim yaxshi. Omad eshiklari har tarafdan ochiladi, har kun bir yangilik bo'ladi hayotimda, faqat yaxshi tarafi. Shuning uchun hayotingizda no og'ir, no qiyinchilik kunlar kelishidan qat'iy nazar taslim bo'lmang. Xudoyim size bir narsa berishdan oldin sizni sabringizni sinaydi. Xudo ne shu muomalada tursa, men no ish aytdimda, isyon etishni o'rnina demak, menga nodir beryatir Xudoyim, oldindan meni sinab turibdi desangizlar, albatta sinovdan o'tasizlar va baxtli kunlar sizlarni kutib turibdi.